eshiting, o'tkazmang. Xo'pmi? Bu video o'zim uchun, keyin meni doimiy kuzatadigan obunachilarim uchun. Bu boshqacha video. Plus o'zimga kerakli bo'lgan videoda. Saqlanib qilib qo'ying videoni. Vaqti kelib o'zimga tashlaysiz. Shuni xo'pmi? O'zim haqimda gapirib qo'ymoqchiman. Vaqti kelib kerak bo'lib qoladi. Hozirgi holatim unchalik yaxshi emas. Avvalo shukr. Bir tayinli ish joyim ham yo'q. Yaxshi pul topmayman. Hali orzularim juda ko'p, hali ushalmagan. Alloh nasib qilgan bo'lsa ushaladi. Menimcha erkak kishi faqat o'zi uchun orzu qilmaydi-da. Faqat o'zi uchun harakat qilmaydi. Bir tayinli ish joyim ham yo'q. Keyin ishdan keyin bir o'ynadigan narsam ham yo'q. Shu video qo'yaman. Kommentariya yozasizlar, o'shani o'qiyman, sizlar bilan suhbatlashaman. Boshqa narsa yo'q. Hali kayf qilib davr suradigan bizning davrimiz hali yegani yo'q. Nima sababdan buni qo'yapman? Bu nolish emas. Lekin men ham hamma qatori insonman va men ham orzu qilaman, niyat qilaman. Alloh xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Doim aytaman, ichimda nimadir sabr qil. Hali seni vaqting ham keladi deydi. O'shanga tayanib ishonaman. Hali zo'r kunlar keladi. Hozir mashinam yo'q. Cho'ntagimda ortiqcha pulim yo'q. Nolimayman. Chunki sababini qilyapman. Niyat qilib sababini qilyapman. Uyda yotib olib, osmonga qarab, olma pish og'zimga tush deganim yo'q. Bu video shu. Sababi vaqt kelib men ham zo'r bo'lib ketsam, ba'zi insonlarga o'xshab odam mensimaydigan bo'lib ketib qolishim mumkin. O'shanda bu videoni o'zimga tashlab qo'yasiz. O'chirmayman, like bosib qo'ying bitta. Qoladi shu. Qo'yilganicha vaqti kelib hali menim zo'r bo'lib, ko'zga ko'rinadigan bo'lib ketsam, videolarim ichida chiqib qolsa, ajomas. O'zimni bosib olsam. Sog' bo'ling.